Janoza. Kino olamida bugun og'ir judolik. El suygan taniqli aktrisa bugun vafot etdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbek teletomoshabinlariga Achchiq yolg'on serialdagi Xayriya va Qashqirlar makondagi Semra Aymar rollari bilan tanilgan aktrisa Nevin Efe 78 yoshda vafot etdi. Bu haqida Tigert xabar nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, Efe surunkali o'pka kasalligi xurujidan kecha 6 fevral kuni ertalab vafot etgan. 78 yoshli aktrisa bir muddat davolanib yurgan Taksim 1 tibbiy yordam shifoxonasining reanimatsiya bo'limida hayotdan ko'z yumgan. Barcha sa'y-harakatlarga qaramay uning hayotini saqlab qolishning iloji bo'lmagan. Turk san'at olamining taniqli aktrisalaridan biri 1947-yili 1-yanvarda Istanbulda tug'ilgan. U o'zining badiiy faoliyatini yoshligida teatr sahnalarida boshlagan. Efe intizomli sahna ko'rinishi va kuchli personaj talqinlari bilan tez e'tiborni tortgan. Uzoq yillik faoliyati davomida u televideniye, kino va boshqa loyihalarda faol ishtirok etgan. Teletomoshabinlar Nevin Efe'ni ilk bor 2002-yilda efirga uzatilgan Berivan seriali orqali tanilgan. Faoliyati davomida u Mehribon, Sirlar dunyosi, Kampusiston, Malak, Achchiq yolg'on, Shifokorlar, Dadam bilmasin, Qashqirlar makoni kabi ko'plab mashhur seriallarda suratga tushgan deyiladi xabarda.